Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Mari Group jamoasi barcha olib kiradigan mahsulotlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Eng asosiysi narxlar bilan birgalikda. Birinchi mahsulotimiz Naturella brendiga tegishli garoxlar. Bu garoxlarni O'zbekistonda juda ham yaxshi bilishadi, hamyonbop narxlada va bittasini og'irligi 480 mg tashkil qiladi. Qadog'ida 12 ta bo'ladi. Saqlash muddati 4 yil. Bitta donasining narxi 5280 so'm, 12 tasi 63360 so'm bo'ladi. Navbatdagi mahsulotimiz Naturella klassik jo'xorilari. Bittasini umumiy og'irligi 425 mg ni tashkil qiladi. Yaroqlilik muddati 35 oydan ko'proq. Qutida 24 dona bo'ladi. Bir donasining narxi 7392 so'm. Eslatib o'tamiz, narxlar o'zgaruvchan. Navbatdagi mahsulotimiz Naturella brendiga tegishli shirin makka jo'xori. Saqlash muddati 3 yil, og'irligi har bittasiniki 340 g ni tashkil qiladi. Korobkasida 24 ta dona. Tuzlangan pomidor bodringlarimiz. Bu mahsulotlarni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Brendi Miranda. Do'konlarga kirganingizda albatta buni olib, mazasini tatib ko'ring. Bizda 1 litrlikdan 4 xili bor, 4 xil og'irlik, ya'ni birinchisi pomidor ro'zi, ikkinchisi asarti pomidor bodring, uchinchisi kichkina bodring, to'rtinchisi katta bodring. 1.8 litrlikdan 3 xil varianti bor. Pomidor ro'zi, asarti va bodring. Undan keyingisi 3 litr, oxirgisi bu kichkina bodring hozir qolgan. O'zi bizda taxminan 15 xil, 16 xil variantimiz bor edi. Hozir mana shu mahsulotlarni o'zi qolgan. Narxini aytib o'taman. Xitoydan keltirilgan soyalarimiz bizda 3 xil varianti bor. Birinchisi 550 gram, ikkinchisi 1 litr, uchinchisi 1.7. Korobkasida 1.75 ligini 6 dona bo'ladi, 550 gramlikdan 24 ta dona bo'ladi, 1 litrlikdan 12 ta dona bo'ladi. Narxlari ushbu amoy soyalari 550 gramligi 15180 so'm, 1 litrligi 26532 so'm, 1.75 ligi bo'lsa 38280 so'mni tashkil qiladi. Braziliyadan keltirilgan kafe pele mahsulotlarimiz bitta qutisida 24 dona bo'ladi va sizlarga ko'rsatib o'taman ko'rinishini. Mana shu qizilni juda ham yaxshi tanishadi. Bu saqlash muddati 2 yil. Ikkinchi variantimiz bor. Bu premium. Buni ham ichida 24 ta dona bo'ladi. Saqlash muddati 2 yil. Buni ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Narxi ham bu ozgina qimmatroq. Narxlarini aytib o'taman. Bu mahsulotimizning narxi 26796 so'm, premium mahsulotimizning narxi esa 29700 so'm. Pringles mahsulotlarini hozirda 10 xil varianti bor, narxlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Ispaniyadan keltirilgan zaytunlarimiz. Birinchisi Gonzales brendiga tegishli qora zaytun. Ikkinchisi Excellence brendiga tegishli qora zaytun. Uchinchisi ham Excellence brendiga tegishli yashil zaytun. Qadog'ida hammasinikida 12 ta bo'ladi. Og'irligi 370 gram, saqlash muddati 2 yil. Narxlari sizlar yaxshi bilgan ansor tushonkasi 2 xil ko'rinishi bor hozir. Birinchisi qora, ikkinchisi sariq. Bunisi ham 325 gram, narxi 44 ming so'm, korobkasida 24 ta dona bo'ladi. Qo'lqadam tushonkalari og'irligi 325 gram, korobkasida 24 ta bo'ladi, yaroqlilik muddati 3 yilni tashkil qiladi. Toshkentda mashhur bo'lib ketgan Boboy novotlarimiz Eron davlatiga tegishli, narxini ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi mahsulotimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan Russol brendiga tegishli tuzlar. Buni qadog'ida 24 ta dona bo'ladi, saqlash muddati 18 oy. Narxini ko'rishingiz mumkin. Kompot sezoniga ham ozgina qoldi. Bizda kirishkali sotuvda tayyor, bitta qadog'ida 400 ta dona bo'ladi. Rossiyadan keltirilgan Vkusniy konserva brendiga tegishli mahsulotlarimiz 20 xildan oshuv varianti bor. Narxlari hamyonbop. Narxlarni ko'rishingiz mumkin. Ushbu ko'rib turgan barcha mahsulotlarni Mari Groupdan xarid qilishingiz mumkin. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Bugun 1 aprel va narxlar o'zgaruvchan. Sog' bo'ling va salomat bo'ling.